Yana zo'r. Assalomu alaykum o'quvchilar. Keyingi asosiy gaplashadigan mavzumiz sizlar bilan zamon bog'lovchilari bo'ladi. Sizlar bilan o'tgan darsda 12 ta zamonni o'tib bo'ldik. Modal fe'llar, butun olmoslar haqida gaplashdik. Ya'ni starterda B1, B2, A1, A2 haqida gaplashdik. Endi bu zamon bog'lovchilari haqida gaplashamiz. Bu zamon bog'lovchilari C1 hisoblanadi. Endi ikkita oddiy gapni bitta murakkab gapga bog'lab, ya'ni bitta murakkab gap yasash uchun ishlatiladi bular. Ya'ni simple sentence ni complex sentence ga o'zgartirish uchun ishlatiladi. Demak, boshladik. Bu bog'lovchilar hozir sizlar bilan o'tgan zamon haqida gaplashamiz. Bu bog'lovchilarning hozirgi va kelasi zamon haqida ham bo'ladi. Demak, when, while, before, until, till, by the time, after, as soon as, since. Mana bular o'zi tarjimasi bilan ko'rib chiqamiz. When shu paytgacha siz o'qigansizlar, qachon degan tarjima beradi. Lekin zamonlarni bog'laganda da paytda degan tarjima beradi. Misol uchun, men uyga kelganimda yoki men uyga kelgan paytimda akam ishlayotgan edi. Men maktabga borgan paytimda ustoz dars o'tayotgan edi. Yoki before, men uyga kelishimdan oldin akam uydan ketdi. Men ishga kelishimdan oldin ustoz ketdi. Like this. Yoki until till gacha. Men ishimni tugatganimgacha uydagilar ovqatni yeb bo'lishdi. Yoki by the time gacha yoki guncha degan tarjima beradi. Men uyga kelganimcha akam misol uchun ovqatni yeb qo'ygan ekan. Shunaqa mana. Ya'ni ikkita oddiy gapni bitta murakkab gapga bog'lash uchun ishlatiladi. After dan keyin men uyga borganimdan keyin uxladim. Misol uchun men uyga bordim va uxladim. Ikkita gap. Men uyga borganimdan keyin uxladim bo'lsa bitta gap bo'ladi. Bu murakkab gap. Yoki as soon as bilanoq degan. Men ovqatimni yeb bo'lishim bilanoq telefonni o'ynab boshladim. Qarang, men ovqatimni yeb bo'ldim, telefon o'ynadim. Ikkita oddiy gap. Men ovqatimni yeb bo'lishim bilanoq telefon o'ynadim. Bu endi bitta murakkab gap yasalyapti. Yoki sincedan beri, men tug'ilganimdan beri jonbeda yashayapman. Yoki men tug'ilganimdan beri misolcha inglizcha o'rganyapman. Like this. Men tug'ildim, inglizcha o'rganyapman. Bu o'xshamay qoladi. Since bo'lsa tug'ilganimdan beri inglizcha o'rganyapman. Ikkita oddiy gapni bitta murakkab gapga bog'lash uchun ishlatiladi. Va bugun sizlar bilan qaysi zamonlar bir-birini bog'lashini ko'rib chiqamiz. Buni yaxshi yozib olsa tarjimasini hozir sizlar bilan birinchi when haqida gaplashamiz. Qolganini o'chirib turamiz. That's good. Demak, when tarjimasini bildik. Da paytda when o'zidan keyin to'g'ridan-to'g'ri past simple ni bog'laydi. Va ikkinchi gapi past simple bo'ladi. When plus past simple. Endi bunga gap yozaman. Misol uchun when I came home degani men uyga keldim degani, when I came home degani men uyga kelganimda yoki men uyga kelgan paytimda degani. When I came home uyga kelgan paytimda bu ham past simple. I slept. Men uxladim. Ketma-ket sodir bo'lgan shaxs. Men uyga kelganimda uxladim. Yoki when I came uyga kelganimda, hop, my brother deylik mayli. My brother left. Men akam ketdi. Yoki when Tom misol uchun called, Tom telefon qilgan paytda, I answered. Men javob berdim. Qisqa vaqtli harakatlar uchun ishlatiladi. When past simple, ikkinchi gapimiz ham past simple fe'lga ishlatilyapti. Uyga kelganimda onam ketdi. Men telefon qilganimda u javob berdi. Men darsga kelganimda ustoz chiqarib yubordi. Men gaplashganimda ustoz urdi. Ya'ni when ikkita oddiy gapni bir-biriga bog'lash uchun ishlatilyapti. Bu eslab qoling, past simple qisqa vaqtli sodir bo'lgan harakatlar uchun ishlatiladi. Ya'ni qisqa vaqtda bo'lgan. Keldim, ketdim. Mana buni yonboshini yozib qo'yaman, yozib qo'yasizlar sizlar ham. Hop, qisqa vaqtli ish deb qo'yinglar. Qisqa vaqtli ish harakat. Misol uchun men uyga keldim, hop, akam ketdilar. Keyingisiga o'tamiz. Demak, when Tom called, I answered. Tom telefon qilgan paytda men javob berdim. Ya'ni when ikkita qisqa ish harakatlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Whendan keyin past simple ketadi. Endi ikkinchi qoidasi ham bor. That's good. Hop, when plus yana whendan keyin o'sha past simple ketadi. Lekin gapning ikkinchi qismi past continuous bo'lishi mumkin. Past continuous bo'ladi. Qachonki gapning ikkinchi qismi, ya'ni mana bu past continuous davom etayotgan bo'lsa. Davom etsa deb qo'ying mana. Misol uchun yozaman. Davom etgan bo'lsa, agar tugagan bo'lsa past simple bo'ladi, qisqa vaqtli ish harakat. Agar davom etgan bo'lsa past continuous davom etgan ish harakat, ya'ni davomli bo'ladi. Demak, misol uchun when I came home tarjima qilamiz. When I came home. Uyga kelganimda, demak my mother, mening onam yoki my mom who was cooking. Ovqat pishirayotgan ekan.
Demak, whendan keyin past simple keldi, bu yog'i mana past continuous. When I came home, uyga kelgan paytimda my mother was ovqat pishirayotgan edi. Chunki bu davom etadi. Onam ovqat pishirdi bo'lmaydi-ku, qisqa vaqtli ish harakat emas-ku. Onam ovqat pishirayotgan edi. Ana shunday. Keyingisiga o'tamiz. Yana bitta gap yozib qo'ying yoki when I called, men telefon qilgan paytimda, o'sha meni browserim akam nima qilayotgandi? Was sleeping, akam uxlayotgan edi. Qisqa vaqtli ish harakat telefon qildi, lekin akam uxlash uzoq vaqtli ish harakat davom etgan ish harakat bo'lgani uchun past continuous ishlatyapman. Whendan keyin past simple keladi yoki whendan keyin past continuous keladi. Qachon? Ikkinchi qism davom etayotgan bo'lsa past continuous bo'ladi, agar tugallagan qisqa vaqtli ish harakat bo'lsa past simple bo'ladi. Bunga mustaqil gaplar tuzing. Mana when kelyapti, past simple keldi, past continuous kelyapti. When past simple keldi, bu yoqda past simple bo'lyapti. Qisqa vaqtli ish harakat bo'lganlari uchun. Ana shunday. Buni yozib olasiz. To'xtatib videoni, keyingisiga o'tamiz. Endi while ga o'tsak ham bo'ladi. While dan esga o'tamiz. While dan esni ham tarjimasini sizlarga da yoki paytda dedim. Da yoki paytda. Demak, buniki endi biroz boshqacha. While dan esdan keyin endi past simple emas, past continuous ketadi. Past continuous ketadi. Bu tomoni ham past continuous bo'ladi. Ya'ni bu davomiy ish harakatlar uchun, uzoq vaqtli ish harakatlar uchun deylik. Uzoq davom etadigan ish harakatlar uchun. Uzoq davom etadigan uzoq vaqtli davom etadigan ish harakatlar uchun ishlatiladi. Misol uchun men uxlayotganimda akam kelayotgan edi, men yozayotganimda kimdir uxlayotgan edi. Misol uchun aytamiz, uzoq vaqtli bo'ladi. Men dars qilayotganimda akam uxlayotgan edi. Men ishlayotgan paytimda ular dars qilayotgan edi. Yoki men dars o'tayotganimda ular telefon o'ynayotgan edi, to'g'rimi? Yoki men nimadir yozayotganimda ular mazza qilib orqada bidirlab gapirib o'tirgan edi. O'tirayotgan edi. Like this shunaqa davomiy zamonlar uchun ishlatiladi. Demak, bitta gap yozamiz. While I was sleeping degani men uxlayotgan paytimda degani yoki men uxlayotganimda. My sister, mening opam misol uchun was nima qilayotgandi? Studying, o'qiyotgan edi. Ikkalasi ham uzoq davom etadigan ish harakat. Mana while dan keyin past continuous ishlatyapman. Bu tomoni ham past continuous. While I was sleeping, men uxlayotgan paytimda my sister was studying, mening opam o'qiyotgan edi. Yoki yozamiz. While I ko'payib ketyapti. While Tom was, misol uchun reading a book. Tom kitob o'qiyotgan paytda Ali nima qilayotgan edi deymiz? Ali was working, Ali ishlayotgan edi. Mana Tom o'qiyotgan paytda Ali ishlayotgan edi. Esingizda bo'lsa past continuous ayotgan edi degan tarjima beradi. O'tgan zamonda ma'lum bir vaqt oralig'ida sodir bo'layotgan shaklda uchun ishlatiladi. Mana grammatika while dan keyin past continuous kelyapti. Endi ikkinchi qoidasi ham bor. Bu birinchi bo'lib tursa, ikkinchi qoidasi ham bor. Endi while plus, to'g'ri, while dan keyin mana bu s ham bir xil, while s bir xil ma'noda ishlatiladi, farq yo'q. Past continuous ketaveradi. Lekin gapning ikkinchi qismi past continuous emas, past simple bo'ladi. Qachonki simple. Past simple. Qachonki agar mana bu ish harakat qisqa vaqtli tugallangan bo'lsa, mana bu past simplelik qisqa vaqtda bo'lsa, misol uchun qisqa vaqtli bo'lsa deymiz. Qisqa vaqtli bo'lsa past simple bo'ladi. Mana bu grammatika esdan chiqarmang. Misol uchun yozaman. While I was sleeping, men uxlayotgan paytimda my bro, mening akam keldi. Shuni eshit ochib kelgan. Qisqa vaqtda ish harakat bo'lgan. Akam keldi. Akam kelayotgan edi bo'lmaydi, akam keldi. Yoki yozamiz. While they were working, ular ishlayotgan paytda, misol uchun Tom baqirdi. Tom o'chi hammang deganmi, nimadir degan baqirgan. Ana shunday. Lekin bitta gap yozib qo'ying. While I was teaching, while ne deymiz? While students were speaking, o'quvchilar gapirayotgan paytda yoki o'quvchilar gapirayotganda teacher
shouted them. Ustoz ularga baqirdi. Like this. Mana qaraysiz, hammasi grammatika to'g'ri tushyapti. While esdan keyin past continuous kelyapti. Men o'qiyotgan paytimda opam o'qiyotgan edi. Tom kitob o'qiyotgan paytda Ali ishlayotgan edi. Ikkalasi ham uzoq davom etgan ish harakat. Lekin whiledan keyin past continuous keladi. To'g'ri, davom etgan ish harakat. Lekin gapning ikkinchi qismi past simple bo'ladi qachonki qisqa vaqtda bo'lib tugagan bo'lsa. Misol uchun, while I was sleeping, men o'qiyotgan paytimda my bro came, mening akam keldi. Kelgan qisqa vaqt. While they were working, ular ishlayotgan paytda Tom shout, Tom baqirdi. O'ch hammang deganmi nimadir degan. Yoki while students were speaking, studentlar gapirayotgan paytda teacher shouted them, ustoz ularga baqirdi. Mana shunday when while. Buni to'liq rasmga olib yozib olasiz. Esingizdan chiqmasin, har bittasiga eng kam when while ga eng kamida 30 ta gap tushishingiz kerak bo'ladi. Esingizdan chiqmasin, ya'ni footprint qolishi uchun miyangizda. Zo'r. Buni yozib olasizlar, yodlab gap tushishdan chiqmasin.